Assalomu alaykum. Hammaga sog' salomatlik, yaxshilik. Mana bugungi 9-may xotira va qadrlash kuni bilan sizlarni tabriklab, sihat salomatlikni ato qilib, yaxshi yurishlarni Alloh o'zi nasib aylasin. Mana bu yaxshi tinch farovon hayotimizga otalarimiz, dadalarimizni xizmatlari juda ham katta bo'lib, ular o'sha nemis fashist armiyasini g'alaba qozonib, hammaligisi bizani hayotimizga fundament yasab, yaxshi yashashimizga tamal toshini qo'yib ketishdi. Ularga sog' salomatlik, ularni hamisha ruhlari shod bo'lsin. Hammamiz yaxshilikni ato qilsin. Mana o'zim ham ishxonada yaxshi xizmatlarim, yaxshi ishlaganlarim uchun taqdirlashgan, xizmat jarayonida 81-83-yilda xizmat qilgan paytimda o'tda ham yaxshi xizmatlarim uchun taqdirlashgan. Hammalarga sihat salomatlikni ato qilaman. Bolalarga bosh bo'lib yaxshi yurishlarni Alloh o'zi nasib aylasin.